Ekranlıqqa qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Biz bugun yangi kuyimiz, yangi mehmonimiz bilan birlikda Sabah kuyimizni boshlab oldik. Shu tapda dehqonlarda bo'lib atqani Nazgul Tursunjon riyosatchiligidagi, ya'ni Xinjiang Sabah madaniyat tarqatish cheklanish shirkati yangidan yo'l qo'ygan Sabah kuyi programmasi. Qadrli do'stlar, har kuni yangi kuylarimizni dehqonlarga sunyapmiz. Yaxshi ko'rdinglarmi? Mana shu kuylar ichidan hammanglarning yaxshi bahosiga erishgan, ustozlarning e'tirof qilishiga erishgan bir kuy tanlanib, hafta oxirida ana shu naqshining emisi ishlanib, ya'ni yangi qiyofatda huzuringlarga sunildi. Shu qadrli do'stlarimizning Sabah kuyini o'zining har kundagi ayrilmas do'stiga aylantirishini chin qalbimdan umid qilaman. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, hammanglarga tanishib bo'lgan, balkim o'zimmi bakrak tanishib bo'lgan Ey Shamol degan naqsi yana anam chiroyliqdan iborat ana shu chiroyli so'zlar yig'indisi bo'lgan shu kuy bilan nom chiqargan yosh naqshi Abdusami Erkin qarshi olamiz. Rahmat. Abdusami, sizniki mushu ikki naqshingiz balkim sizniki mushu san'at hayotingizni boshlashingizga ham hozirgidek taraqqi qilishingizga pek kuch berdi deb o'ylayman. To'g'rimi? To'g'ri. Ben şu tunji hem de çoğun sahnelerde çıkışımızda mı hesapta şu 2014 yılı İpek Yolu Sadası programısına tunjulap Şamal degen nakşamdan çıkan onun lekin anam çıraylık degen nakşımızını ettik hazırlığı ile hem 7 yıl vakt ötmüş onunla 7 yıldan köprek vakt buldu ile hem yana şu nakşılarınki tamaş bilecek onun lekin yani köplegencik nakşılarını ettik lekin şu xalqimiz dastlab yaxshi ko'rganiga tanqimaydi ekan, lekin biz yanlab yangi bo'lgan ijodiyatlarimizni qilishga tirishimiz. Undaqda bu ikki naqshi kimning ijodiyatidir? Shamol degan naqshi hamda so'z muzikasi o'zimniki. Akkordlashtirishni tartibini o'zim qilgan. Undan keyin Anam chiroyliq degan naqshi teksti Erkin Zerib dadamning. Üzemden dadısınınki. Müzikçi, üzem müzikisini işleyen, akkordlaştırışını Şöhret de bir akımız qilib bergandi. Demek ki mesela dadağınız tekstini yüz bergashga siz o'qigaçda bu naqsha ana shunday yuraklarga tegib turishlarmi? To'g'ri, dadam hali ham menga izchil shu yangi bo'lgan, shu turmushga eng yaqin bo'lgan, turmushga yaqin bo'lgan naqshlarni tekstlarni yezib berdi yoki bo'lmasa tahrirlab berdi. Meniki shu kasbdagi eng yaqin hamkorlashish uchun ustozim desam bo'ldi. Mundaqdan. Haqiqatan unda oila muhitimi bizniki shu shug'ullangan kasbimiz bilan intayin muhim bog'lanishib bo'ladi ekan. Demak, sizlar dadangizlar ishqinglar haqiqatan sirdosh, kasbdosh ham ustoz shogird ekansizlar. Dadangizning umri uzun bo'lsin. Rahmat. Undaqda Abdusami, biz hamda ko'rib turayotganingizdek shu Sabah kuyi programmamiz orqali kunda bir yangi naqshni ko'pchilikning huzuriga sunyapmiz. Albatta men shu kunda bir yangi naqsha deb nihoyat istikdavotganim bilan yangi bir naqsha, yangi bir kuyning maydonga chiqishi oson ish emas. Ijodiyatchilarmi hamda kunda to'xtamay yangi ijodiyat qilsak deb o'ylaydi, lekin ijodiyatning birinchi manbasini, shuna ilhomini tepishmi bir mushkul jarayon, uni puturib, akkordlashtirib ko'pchilikka yoritishning o'zim bir mushkul jarayon. Shundaqo? To'g'ri. Amsa bugungi yangi kuyingizning ismi anglab baqsak? Bugungi yangi kuyimning ismi shu so'zi muzikasini meniki eng yaxshi kasbdashim davom guruhimizdagi a'zoyimiz G'ojimat Qurbon og'inamninki so'zi muzikasi bilan ishlangan Tamasha temizdagi yangi usulliq naqshimiz. Ajab yaxshi. Tamasha deb ismidan chiqib turibdi, balkim do'stlarimiz hozir bir usulliq naqsh chiqadi ekan deb ekran oldida turib, usulliq tushishga tayyor turayotgan bo'lishinglar mumkin. Mana shu xilosiyatda tamashaga qani birlikda jo'r bo'laylik.
Tazı oynayman küzemde, mende günah yok üzemde. Tazı oynayman küzemde, eskinin uti yaman dep, otları yaman boldu. Ağzıda eski diyendim, gönlü derman boldu. Eskinin uti yaman dep, otları yaman boldu. Ağzıda eski diyendim, gönlü derman boldu. Mende günah yok üzemde, tazı oynayman küzemde. Mende günah yok üzemde, tazı oynayman küzemde. Sügetki bağlaqlı kulaq, yemsiz kalmamdı. Yaxşını söymegen ahmaq, yarsız kalmamdı. Sügetki bağlaqlı kulaq, yemsiz kalmamdı. Yaxşını söymegen ahmaq, yarsız kalmamdı. Tamaşa, tamaşa, oynağanğa yaraşa. Oynamagan yaş ballar, yetigidin araşa. Mende günah yok üzemde, tazı oynayman küzemde. 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 Qadrli do'stlar, balkim tomoshaga tang usulga tushib, Aqchan bugungi yangi bir kuninglarni nayt yaxshi kayfiyatda boshladinglar deyman. Biz shu xil hissiyotda bo'ldik. Absamin nayt xursand bo'ldik deymizmi endi? Qarasam Absaminniki mijoz xarakteri sal eg'ir besiq ekan. Shundaqmi ham kam so'zdek his qildim. Lekin endi hozirgi tomosha degan naqsha orqali yana o'ziniki o'xshamagan bir tarafini namoyon qildi. Usullik naqshlar albatta bizning turmushimizda kam bo'lib bo'lmaydi, chunki biz endi usul ritmlari chiqib bo'lguncha usul o'ynag'imiz kelib ketdi. Midrab turimiz. Shunga har biringlarda mana shunday har kunda yaxshi kayfiyat bo'lsin, salomat bo'linglar do'stlar. Ham bizni mushu programmamizni qo'llab kelayotgan barliq do'stlarimizga mush munosabatda yana bir qatim rahmat aytaman. Absamin, siz odatda teri asrashga ahamiyat beramsiz? Teri asrashga mushu ancha-muncha memolarni chaplab boqaman, lekin undan boshqa belki girimni jiqib ketmayman. Lekin sahnalarda amal yo'q. Ba'zi vaqtlarda azroq urib qo'yasiz. Urimiz. Lekin endi bu teri asrash mana shunday siz ancha nima emaskansiz, puxta emaskansiz bu ishqa. Teri asrash deganimiz ma ustidagi rangli kirimdan ko'rsatmaydi. U mushu terimizni tozalash, uni pokizlash, uni suv to'liqlash, oqsil to'liqlash degandek ma jarayonlar teri asrashga kirdi. Sizning davatqonlaringiz bo'lsa, nuqson yepish, ya'ni nuqson yetishmeyi BB malhimi deb qo'yamiz biz. Mana bugungi shu bir haftalik programmamizni alohida qo'lgan Xinjiang Gilana Biopatexnika shirkati biz uchun mana nurg'unlagan yaxshi mahsulotlarni shu sahnamizga tizib, mush orqali hammalarga go'zallik va sog'lomlik beg'ishlashni maqsad qildik. Bugun hamda ko'pchilik tanishtirmoqchi bo'lganim ham teri asrash, ham nuqson yepish xarakteriga ega bo'lgan mana shu gilananiki nuqson yepish malhimi. Buniki ham ikki xil rangi bor. Biri shang yab deymiz, birisi siransi, birisi hamda odatdagi rang, tabiiy rang. Ya'ni birisi sal oqroq
mi. Şu anda dostlarımızdaki man müşkil teri asraş ve nuqson yepish alaylik bo'lgan mushkil maylarga ehtiyoji bo'lib qolsa, Gilana mahsulotlarini ishlatib beqishni tavsiya qilamiz. Ham sizning mushu jihatdagi bilimingizning yana cho'nqirlashini umid qilaman. Bo'ldi. Undaqda Absami bugungi bu naqshingizni hamda yana qayerda anglag'il bo'ldi? Bugungi bu naqshni shu bizningki Vangi muzika qutimizga kirib, tamasha yoki bo'lmasa Abdusami Erkin deb izlasak, topqil bo'ldi bu naqsh. Demak, hamsa Wang Yunga kirgandan keyin Abdusami Erkin deb bassaq, mushu Abdusaminiki burunqi naqshlari va hozirgi mushu yangi kuyi qatorliq naqshlarning hammasini anglay oladi ekanmiz. Shunga biz sabah kuylarimiz orqali har bir alanga yangi estetik zo'q berishni maqsad qilib keldik. Do'stlar, atki yangi mehmonimiz ve yeni kuylarımız bilen sizlerle patrak didorlashishni izlaymiz. At ko'rishaylik do'stlar. Xayr xo'sh.